Toshkent viloyatining Chinoz tumanida 2 boksli samomoyka apparatini o'rnatib berdik. Ikkalasi ham tayyor holatda ishlayapti. Penaning chiqishi effektiga e'tibor bering. Bunda chiqayotgan aromatni, hidni tasvirlab bera olmayapman. Bay. Nimasan sen? Nima edi bu? Yopichyapti bu. Apparatni qarang, apparatni jilovlanadi. Voda aktivniy ximiya pena premium, nano shampun, osmos vosk pauza. Bay. Apparatimizning o'ziga xos xususiyatiga e'tibor bering. Buni qanchalik yonishini va funksiyalar ko'p jihatliligidan ham boshqa apparatlardan farq qiladi. Bu apparatimiz ichki qismiga e'tibor bering. Pultimizni ichki qismida har doimdek onlayn monitoring bo'lgan Raptor R7 platasini o'rnatganmiz. Raptor R7 va pul ko'pryapryomniga NV10 har qanday pulni o'zi tortadi, muammo qilmaydigan ko'pryapryomnikni qo'yib berganmiz. Ichi shuma izolyatsiya qilingan, atrofi germetika qilingan. Suv o'tmaydi, nam o'tmaydi, zanglamaydi, chunki nerjavika. Yuzi shishadan iborat. Shishadan. Funksiyalarga e'tibor bering. Voda aktiv, pena premium, nano shampun, osmos vosk pauza tugmalari bor. Ishlayapti. Kechqurun soat 1 bo'lishiga qaramasdan akamizga 20% bonus bilan, ya'ni klient kelib 10 ming tashlasa 12 ming, 20 ming tashlasa 24 ming, ya'ni 20% bonus bilan qo'yib berdik. Nasib bo'lsa ertadan boshlab apparatni ishlatadilar va daromadga kiradilar. Mana bu bizning texpomishcheniya xonamiz. Texpomishcheniya xonamizga e'tibor bergan bo'lsangiz, ikkita bochka bir tonalik o'rnatib qo'yilgan. Buni santexnikasini ham o'zimiz qilib berdik va undan tashqari pastda e'tibor bergan bo'lsangiz, tak pompamiz bor. Pompamiz har doimdek italyanskiy, made in Italia variantiga taalluqli are pompa, yonda vertuvchi bypassi va total stopi. Ya'ni total stopni vazifasini bilasiz, tokni ekonom qilib berish vazifasini bajaradi. Pistoletni o'chirsa, motor pompani o'chirib beradigan, 380 tokni ekonom qiladigan rejim hisoblanadi. Undan tashqari biz har bitta qo'yayotgan boksimizga mana bunaqa kapalak, zimniy klapan qo'yib ketyapmiz. Bu kompressor orqali qishda minus bo'lgan kunlar suvni chiqarish uchun zo'r moslama, zimniy sharoit, ya'ni moyka egasiga juda ham foydali element hisoblanadi. Undan tashqari har bitta ximiya uchun alohida liniya tortganmiz, atsoynik filtr tortganmiz, kraniklar qilganmiz. Xuddi bu boksda ham xuddi shunday qilib qo'yganmiz. Elektr dozatorlarimiz esa pastda joylashgan. Undan tashqari elektr shitlarimizni akkurat bunday qilib yig'ib qo'yganmiz. Shunda hozir shay holatda tayyor bo'lyapti. Pistoletlarimizga e'tibor bergan bo'lsangiz, ikkalasi ham germanskiy ST2300 Krogdan iborat. 3 nasatkasiga qaraydigan bo'lsangiz, Italiya nasatkasi, bunisida esa Tecomac forsumkasidan iborat ichida. Tak, bu yerda ko'rib turibsiz, polik держателlarimiz ham hammasi Moysan Pro'ning nerjavika polik держателlardan iborat. Pastda esa pistolet держателlarimiz, ustida silliqqina nerjavika halqasi ham mavjud. Pistoletlarga zarar yetkazmaydi. Tepada original konsollarimizni, kirib chiqadigan original konsollarimizni o'rnatganmiz. Ushbu moykaga osma pilisos ham o'rnatib berdik. Osma pilisosning o'ziga xos xususiyati, devorda o'siriladi. Devorga o'sirilgandan so'ng qovurg'a shlangi bo'ladi. Qovurg'a shlangiga e'tibor bering. Uzunligi 9 metr bo'ladi. 9 metr. 9 metrda ham kuchli napor bilan changni tortadi. Bitta yoqib ishlatib ko'ramiz. Marhamat. Yondi. Ishlashiga qarang. Qovurg'a 8 metr, lekin tortishini ko'ryapsizmi pisosni? Eplab bo'lmayapti. Buni eplab bo'lmayapti. Mashinaning ichidagi changlarni ham shunday tortadiki, muammo qilmaydi. Bu pilisosning o'ziga xos xususiyati, motorchigi tepada turadi. 2000 vaqtda ishlaydi. Pastda qopchiq bo'lmaydi. Eng motorlar suv tortganda ham motorga zarar yetkazmaydi. Sababi qaytaramiz, motorchigi tepada turadi. Bu pilisosga zarar bo'lmaydi. Bu pilisosga 1 yil garantiya beramiz. Akalar,